İsmi şərping nima? Kimning farzandi va qaysi qabiladan bo'lsan? Mening qo'limda nom nishonsiz o'lib ketmagin, debdi. Haqani Chin podshohining o'g'liman. İsmim Barham. Tarpingizni anglab 7 oylik yerdan piyoda keldim. Mening ishqimda kelgan bo'lsangiz, debdi Malika. Sizga 4 misra beyt aytaman. 4 misra beytimning ma'nosiga, qofiyasiga dal keltirib javob bera olsangiz, meningdan kutgan talpingizga yetasiz. Agar javob ayta olmasangiz, beshingiz kesiladi. Qani, beytlaringizni ayting, debdi Barham. Barham Malika Gulruzning 3 misra beytiga qoyil qilarlik javob beribdi. Bu chaqda Malika Gulruz hayron bo'lib, ajoyib aql parasatlik donishmand yigit ekan. Chiroyini ko'rib boqaychu, deb chun pardasini shundoq ko'tarib qarg'idak ekan. Barham Malikaning ruxsarini ko'rib aqldan ezibdi. Hamda Malikaning 4-misra beytiga javob aytolmabdi. Jallod, debdi Malika. Bu yigitning kalısını al. Jallodlar qo'llarida yalang'ochlangan qilichlarini tutishgan holda, hurmatlik Malika, amrlarga farmon berdormiz, deyishib ta'zim bajo keltiribdi. Malikaning imikonisi, "Hay Malikam, har yerdan kelgan qobil yigitlarni o'ltirdingiz. Hech mungiz chiqmadi. Bu nihoyatda xush bichim kelishgan yigit ekan. Uning gunohini sizga bergan oq sutimning haqqi hurmati uchun tilayman", debdi. "Xayr, bo'pti", debdi Malikamo bo'shashgan holda. "Sut haqqini org'a salmagan bo'lsangiz, bu yigitning gunohidan o'tmaydim." Barham o'limdan qutulgunga ming bir shukr sanolar aytib, shahardan chiqib, cho'l jazinlarini kezib, bir daryo bo'yiga yetib keldi. Poklanib, bir qora arg'amcha tepib, bir uchini daraxtga chigib, yana bir uchini bo'yniga bog'lab, 40 kecha-kunduz tova istig'for o'qib, Tangridan o'zining orzusini tilabdi. 41-kuni uning ko'z oldida bir nurona buvoy paydo bo'pti-da, uningga: "Hey o'g'lim, ko'zingni och. Sening tilaking qabul bo'ldi. Men seni mashqunga yetkazaman", debdi. Barham beshini ko'tarib hayron bo'lib qarsa, oldida Xizr turgan ekan. Xizr Barhamning bo'ynidagi arg'amchini yeshib, uni o'ziga agashtirib, Malika Gulruzning shahriga kelibdi. Yigitni bir bullonga o'ltirg'izib qo'yib, nag'irni shundoq chopdiki, butun shahar xalqi bugun ajoyib bir bahodir palvon kelgan o'xshaydi. Hech qachon nag'ra bugünkidek ovozliq chilingan emas. Bu palvonmu shu rahimsiz zolim qizning qo'lida beajal o'lib ketadigan bo'ldi, deyishib, nag'rixona oldiga jam bo'libdi. Bu chaqda Malika kinizaklarga: "Chiqib qarab beqinglar. Qaysi jinidan to'ygan keldikin, nag'irni ajab ovozliq chaldi-ku", debdi. Kinizaklar chiqib qarg'udak bo'lsa, nihoyatda qeri, oq soqolliq bir kishi turg'udak. Kinizaklar: "Hay bova, bu kesilgan boshlarni ko'rmadingmi? Oshiqlik davosini qo'yg'in. Bu sana munosib emas. Malikaning tig'ida beajal o'lib ketmagin. Har yerdan kelgan shoirlar, qovul yigitlar Malikaning savoliga javob bera olmay jinidan ayrildi", deyishibdi. Kenizaklar: "Malikanglarga aytinglar, uning o'zi bilan ko'rishmagicha qaytmayman", debdi Xizr. Ahvolni uqqan Gulruz to'zdek yasangan 500 kinizakni agashtirib, mag'rur holda maydonga yetib kelibdi. "Hey qeri, qaysi qabiladan bo'lasan?
isming, nasibing kim? Nima sababdan kelding? Behuda, nam nishonsiz o'lib ketmagin, debdi arvohi ushqan malika g'azablanib. Pirdashshov qabilasidan bo'laman. Hozirgacha 7 iqlimni kezib, ko'nglimga yarug'dek hech bir mahbub topolmadim. Tarif suputingizni anglab keldim, debdi Xizr. Undaq bo'lsa, sana shartim shuki, aralashgan Paris Türk beyitlerini aytaman. O beyitlerge meni qoyil qilgudek javob beralsang, qayri demasdan o'zimga to'yliqsiz qabul qilaman. Agar javob aytolmasang, beshingni kesaman, debdi Malika Gulruz. Qani, ayting, debdi Xizr. Malika beytini aytibdi. Xizr uningga javob beribdi. Arab Parischada bu beytlar qopiyasiga, ma'nisiga to'g'ri kelibdi. Bu javobni anglagan Malika Gulruz: "Hey, qari kishi yosh bo'lmas. Go'sht savisiz manta polo ash bo'lmas. Qari kishi tartib ya'ni o'q atolmas. Atqan o'qni nishoniga qadolmas. Yenida yatsang tang atqucha so'ziga bir so'z qo'shilmas", debdi. "Hey qiz, meningdan hazar qilmoq lozim edi", debdi Xizr. Malikaning ochig'i kelib chechilib: "Hey, beadab, hech nimamni tushunmaysan. Cho'l bayog'ida yurgach, qoida yusunni, maktab yuzini ko'rmagach, hech nimani bilmaysan. Og'zingga kelganni jo'ylaysan", debdi. "Hey qiz", debdi Xizr. "Mollamman. Kalamu Rabbani bilaman. Ko'nglimni ko'chirma, buvang turukdir. Hamma ilmni bilaman. Sen nomini anglagan, ammo ko'rmagan kitoblarning hammasini bilaman." Malika Gulruz o'ylanib, bu kishi Xizr bo'lib qolmasin yana deganni ko'ngildan kechiribdi va "Buva, o'zir Xizrmi?" deb so'rabdi. "Shundoq, Xizr bo'laman", debdi Xizr. Malika Gulruz: "Men o'zirni bilmay beadablik qilib saptiman. Gunohimdan o'tib, o'zrimni qabul qilg'ayla", debdi. "Hechqisi yo'q. O'ziringizni qabul qildim. O'ziringizga muni barhamni qabul qiling", debdi Xizr va bulungda o'ltirgan barhamni ko'rsatibdi. Malika: "Bo'ldi", deb gapning oxirini aytib bo'lguncha Xizr ko'zdan g'oyib bo'ldi. Malika Gulruz barhamni o'ziga tuyuqsiz qabul qildi. Adil Shahmo va'dasi bo'yicha butun shahar xalqini chaqirib, 40 kecha kunduz to'y qilib berib